faqat kallamdan o'tmaydi damining. Oshunchalar odamni taklif qilib, oshundan yuqori saviyada shunday yig'inni ochqicha Facebookda japatatmaylam, echiplam, varidantan qiliblam, aşağıda ko'z qarashimizni qilib 3-4 soatlamdan bitiradigan ishni 3 kunning vaqtimizni alamdi danglar. Aşağıda bir munchalik ko'rishib, suhbatlashib, qarindoshlik mehr-muhabbatimizni oshkorlashib, aşağıda bir sabda bo'lamiz deyishib, nurg'un ishlarda hem söhbet başında vaktimizni israf qilib ketdik ya aşağıda bir muncha xalqimizning g'amini yeb. Facebookda o'tsaq mı g'amini yegil bo'ldi ekan qo'yna. Bir muncha inqilob islohotini qilib o'taylik ekanmiz o. Nima uchun bunda vaqt jihatdan ufutmaymiz deyman ha endi. Ayni bir muncha yangi chiqqan partiya a'zolarimiz shunday yaxshi bayonotlarni beryotdi. Ashta bayonotlarni berib qo'yib, inglizcha, uyg'urcha bilimlarni tashlab qo'yib, xalqni alan qilib qo'yib, yozsaqmi bo'ladi. Endi 4 odam 2017-yil 4 odam maosh olayotgan bo'lsa, ma 2021 kelgan 40 odam maosh. Isrofchilik emasmi? Bu 40 adamga maaş taqatqışı bir iş güç adamga maaş qilib qolganda shunda alam eg'izimizda YouTube'da yo Facebook'da qilib tugasak, bugungi xalqaro kunlar kemmisa Amerika yo Yevropa birliklarida bizga nisbatan qonun, bizga ovoz beradigan davlatlarning soni oshmasa, bo'laverdi emasmi? To'g'ri ishkan qo'shima. Qaylanglar o Facebook'ta oluğa yakıp koyup, olay yakıp naq meydan dillancımıcı bir jığın içip koyupla işimizi tüketsek mi? Tüküdü diken o. Aşınçılam, ısrapçılık kılıp bütün dünyanın hareketi keltirip bütün hem rehberlerin körüp жүрüşünün acıdı var mı deymen ha. Hecek vaktimizi ısrap bulup gidiyorken çok bundan kısak çok valla. Şuna başka qarindoshlarimiz deklan bir 300 kilometr, 300 kilometr menib qo'yib, ishki namoyishni qilib qo'yib, anan dinkelimda alam xolis turib, bir ancha-muncha bir achchig'imiz kelsa, bir bayonot berib qo'yib, chiroyli anan dinkin o'zimizning bedel pullarini a'zolarimizdan yig'iblam, shu pulg'lam chiroyli ishxonamizda o'tirib turaversak bo'ladi emasmi? Bikanim avarçılık ayda a'zolarimiz $12 төлесе деген, oy yilda degan $144 төлeydi aqaylanlar. Bizim önce pul emas, 150 ming, $150 ming yig'ib qo'yib, yenichilab yetib, ashlig'imda qilib, haftada 2 qitim siyosiy o'rganishni qilib qo'yib, bo'ldi emasmi? Siyosiy jihatdan tarbiyalab qo'ysaqlam, vatan o'zligidan ozodlab qoladi emasmi? O biz xalqaro bilan yondosh mengishimizning hojati yo'q-ki. Tushunami ya? O xalqaro deganda o'zining manfaatiga to'g'ri kelgan bizni chaqamiz yetib o'zimizning Facebook'da jihatni qilib tursak, ishimiz bitadi emasmi? Bu qitim islohot qilish nimasini qo'ydi, loyihasini. Ya'ni odamga bog'lanmaslik, bu nimadan keyin odam kesimi sistem barpo qilib, sistem orqali dunyo uyg'ur qo'ldini sistem shaklida boshqarish. Bunda qisqanda oldu. Çokum biz adamga bağlanışımız gerek. Çokum Dolqin İsa'ga ya onun Ahmet'e çıksa Mehmet'e, Semet'e çıksa şunun olan bağlanıp kılışımız gerek. Bu sistem degan Avrupaga mos keldi, bizga mos kelmaydi o. Biz bu sistemni barpo qilmay, tashkilotchilik bilan yashab kelayotgan tursak, bu sistemni barpo qilib qo'ysa Yevropadagi hamma ishimiz o'zligidan menib ketib qolsa, vaqtida bo'lmaydi-da. Vaqti bo'lmaydi. Biz qabul qilolmaymiz uni. Chunki biz Uyg'urlarning vaziyatiga to'g'ri kelmaydi. Biz isloh qilmasligimiz kerak. Şu peti, burunqi peti, ko'nliq peti turaverishimiz kerak-da. Şuna ancha-muncha biz 5-10 yilning oldidagi chiqqan qarorni endi biz Peoples degan qarorni o'tirg'a chiqib xalqimizni alan qilib qo'yib, ancha-muncha xalq urushiga sep qo'yib, Xitoyni xo'sh qilib qo'yib, aningdagi ichki jihatdan bir bundaq ichki jihatga so'rab kirib qo'yib, ish qilayotganini ish qilmay, hozir fursatlarning butun xalqaro hamma Amerika va g'arb ellar birlashib Xitoy qanday taqobil turimiz, qanday Xitoyni yiqitimiz, qanday shaklda biz o'zimizning manfaatini qo'llanib da'vat qildi, biz o'zimizning manfaatini bularnikiga aralashtirmay, bularnikidan yiroq turib, biz o'zimizning ichki jiddil bilan o'zimiz shu shundaq isloh qilib yoki bo'lmasa işte taptana yo quruq jidalga kirib, anandiki birlashamaydigan o'qituvchilar anandiki ashunda tartishmoq o'ynab, ish qilayotganlar ishini to'sab tursa, anandiki bizda bir xil ruhliq, bir xil yangilik, bir xil islohot bo'lgandek bo'lamizda. Şuna müştak şekildeki işlerge to'g'ri ahamiyat berib, xalqaroning vaziyati, xalqaroning bizga firstidan
cho'qim marhum qilish kerak. Unda fursatlarni qo'ldan keltirishimiz kerak. Chunki biz ikki qatim vatanimizni qo'ldan keltirib, uchinchi qatim keltirsak ham bo'pti. Maktab uch vatam debdik ya. Bu da kelayotgan fursatni ketkizib yutiblam qaravatdansak shuning bilan ayadagi lagerda qarindoshim nimasi babta peshonalik pitilgan bo'lgan lagerda yetaveranglar sizlar. Biz mishada talash tortish qilishib, boyo Facebookda talash qilishib, asalik mushunchalik bir nima qildik. Mana bizning qiziqligimiz mushu ko'dinligi naq maydonda biz tortishdik, qilishdik. Bir masalani oyog'i chiqmas masalaga eslab oldik. Daraxt eslab qolgan bir qo'yning puti eslab qilib qo'yib uchib ketibdi. Qilib qolgan qo'yning puti halalmi, harommi degan masalani talashganga o'xshash. Biz mushu indipopis deganni bizga to'g'rimi, to'g'ri emasmi degan uni talashib shunda asl maqsadimiz shuku dunyo urug'ini tashlab o'tish. Uning uchun chuqur bir banasab ko'zishimiz kerak-ku. Bir banasab deb xalqning qayliq qilgandek bir masala bilan anandan keyin bu o'rib tashlashimiz kerak. Bu oddiy masala bo'lganda.